Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2-aprel media jamoamiz Nasaf bilan uchrashuvga Samarqandga yo'lga chiqdi. Hozir qayerdamiz? Samarqand shahridagi Registon majmuasiga ketyapmiz. Je brandis le flambeau, laisse de côté la flamme, t'exprimes mes flashs quand je suis seul dans ma chambre. Chéri Coco, je t'assure que je suis plus fort qu'Hitchcock quand je me fais des bêtes de film. Qanaqa? Anjon press aynaqa muxlislar uchun aşk qizning o'g'lini o'zi uchun oling. Ayyo, o'zi uchun so'rayapman. Tu me dis je t'aime dans l'oreille droite, dans l'oreille gauche il me gratte. Elle m'embête de bluff, contre sa seuf comme toujours. Elle est comme les autres meufs, qu'à soif les refs tous les jours. Je sais que c'est Biz stadionga yetib keldik. Stadionga ketyapmiz, yetib keldik. Ha. Yo'q, beraslar chiqmoqda, yo'qmiz. Esidan chiqqanda hozir olmagan bo'lardi. Ketdi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2-aprel media jamoamiz Nasaf bilan uchrashuvga Samarqandga yo'lga chiqdi. Xo'p sulton kaminadan eshitdilar tozasi rap. Bum berib o'zgartirganmiz stereotipni. Hamma charchaganda show biznesi bir xillikdan, qadam ko'tarilganmiz oddiylikdan. Senga bo'yicha charog'amiz to'puvchilikda kamar yuzda trek biz bo'lgan ketmi-ket. Qalay bo'lyapti-ki aka? Hozircha yomon emas. Yo'limiz davom etyapti. Mayda pistorlar javob berdi konsertda va chiroyli ijod bilan beska. Mana keldi. Asilbek aka qayerga yetdik? Hozir biz Qamchiq dovonidamiz. Perevalda. Bereval. Anjancha aytganda. Xullas, Nasaf bilan o'yinimizga sizni o'zingizni shaxsiy fikringiz, kutilmalaringiz, fikringiz komandadan, Anjon komandasidan. O'zimning shaxsiy fikrim. Balandroq faqat. O'zimning shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, Xudo xolasa bitta to'p farqi bilan yutsak kerak. Xo'p. Jamoa sostavda menimcha juda katta o'zgarish bo'lmasa kerak, chunki yaqindagi o'rtoqlik o'yinni ham ko'rdik. Meni taxminiy anaqalarim, kutilmalarim 1-0 yoki 2-1 yutamiz, Xudo xolasa. Minimal hisobda. Minimal bitta gol farqi bilan yutamiz. Chunki Nasaf ham hozir yaxshi formada. Gollar kim uradi? Agar 1-0 yutadigan bo'lsak, gol Martin Buake tomonidan uriladi. Agar meni o'zimning taxminim bu 2-1 bo'lsa, Martin Buake'ga Dragon Cheran sherik bo'ladi. Demak, Buake va Cheran hisob 2-1. Shunday, men Varata, ya'ni darvozabonimizni o'zgarishini kutyapman bu o'yinda. Chunki oxirgi o'rtoqlik uchrashuvida ham ko'rdik. Rahimjon Davronov zo'r, lekin Eldor Adhamovga ham imkoniyat berish kerak deb o'ylayman. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Yaxshi. Mana hozir qaydamiz? Mana hol oshxonasiga to'xtadik. Soat nechi bo'pti? Soat 23:59. Shunda qanchada kelibsiz? 8da yo'lga chiqqan bo'lsa 4 soatda Ohangarondamiz. Yaxshi, yaxshi. Mana ujundamiz ha? Ujun abid завтра bitta o'lyapti. Demak, sizlarga savolim bor.
Bugun O'zbekiston Kubogiga qur'a tashlandi. Andijon bitta guruhdan Nasaf, Havoqand va Sho'rtan bilan o'rin oldi. Shu guruh haqida fikringlar? Yaxshi. Hop. Endi biz uchun guruhda asosiy raqib sifatida Nasaf deyilsa, bugungi o'yinni ko'ramiz. Bugungi tajribani orttirib olamiz Nasaf bilan. gruppadan nechinchi o'ringa chiqamiz? Xudo xolasa bir bilan. Demak, Nasafni ham, Sho'rtanni ham, Havoqandni ham uramiz. Sizni xolis fikringiz? Ketma-ket yana Nasaf bilan bir guruhga tushyapsiz. O'tgan yili ham adashmasam bundan oldingi ham Nasaf bilan bir guruhga edik. Uyda o'ynaymiz ekan. Katta ehtimol bilan guruhda birinchi o'ringa kelamiz. Demak, safarda Sho'rtanni yutamiz, o'zimizda Nasafni yutamiz, yana safarda Havoqandni yutamiz. Shunaqa 9 ochko kelaveradi prognoz. Havoqand bilan o'yinda katta ehtimol bilan yoshlarni sinab ko'rsa kerak. O'yin amaliyotiga ega bo'lmayotgan o'yinchilar. Havoqand bilan o'yin qanday bo'lishi hozirdan men uchun o'zg'ali bo'ladi. Kimlar tushadi? Lekin o'tgan yilga o'xshab qaysi komandaga yutkazib keluvdik? Lochin. Ha, Lochinga raqibni mensimasdan tushib mana soat millarimiz nechi bo'pti? 10:35 minut o'tib. Bir uxlab olib Samarqandga yurishimizni davom etyapmiz. Где-то bir 60 kilometr qoldi. Samarqandga? Ha. 200 metr. Siz baza hududidasiz. Oling ana 30 kilometrcha qoldi. Ha. Yoqira 30 kilometr. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo beat makes me this, brings me up, brings me down. Play it sweet, makes me move like a freak. Mr. Saxo, you make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a Samarqand freak. shahrida Al-Buxoriy maqbarasi. Maqbara emas bu. Yo, maqbara emas. Majmua bo'ladi. Xullas, Keldik. Hozir tushib videodan olamiz. hop. Hop, Imom Buxoriy majmuasi va maqbarasiga yetib keldik. Vasiga nima bor? Endi majmuasi Majmua umumiy hisoblanadi. Maqbara qabri joylashgan hudud hisoblanadi. Qabri joylashgan bu. va'da qo'shgani mabodo majmua bo'lmasa maqbara deb qo'shib ketdi-da, xudo Yo, ketmasin. hovlisi va qanaqadir maydoni, masjidi, qanaqadir joylar joylashgan umumiy hudud majmua bo'ladi. Qabri joylashgan joy maqbara bo'ladi. Yo. Ben 25 bin lira mı? Bu işler yok. Yok olacak. 10 bin lira. Qani keyinchi? Qarangchi. O. Toptimiz. Bo'lganmi? 12'den beri hala. 25 kami bormi? 15 beraylik, opa. 15'ga o'zim olmaganman Omondan akajon. ham olib beraman. 2 ta olaman. 15'ga o'zim. Ular 30 ming qolacak. O'tiringlar. Mana savdosi kerak
25 mingdan. Opa yana bitta olaylik, nima qilib bering? Akajon, ular 25 ming bo'lishi. 18 Mana dan bering. hozircha mana ochilmagani ham bor. Qaysini? Akajon, iltimos qilmas. Yigirma qilib beraman, akajon. Yugurma. Nima qilib beraman dedi. Qara, men beringda. Men yo'qda. Biraz meni qilaman. Deb syomka qilyapman, batman. Tanat qilib olinglar. Bu safarda pulsiz ish qilmaga kirish ham pulli bo'lmadi. Do'qon ochdik o'zi. Xullas bu yer nima ekan? Nima ekan? Yana tortish davom etadi. Bu maqbarada bu yerda ko'rsatib qo'ydi, lekin hali odam. Operator. Aslbek aka, hozir qayerdamiz? Samarqand shahridagi Registon majmuasiga kirib ketyapmiz. Yaxshi. Nima dedingiz? Hozir настроениyangiz yo'q edi. Nima sababdan yuqoriladi yana? Yo'q, yuqorilamadi. Ashuna arafasida sababi Bekmurod abid qilamiz dedi. O'sha soatimiz qancha idingiz necha? Hozir qayerdamiz? Sohibqiron Amir Temurni haykalini olamiz. Ya'ni Samarqand viloyat musiqa drama teatrining ro'parasida. To'g'ri. Menga yaxshi qiz yoqyapti. Yomon yoqyapti. Challenge aka. Qanaqa? Andijon press aynaqa muxlislar uchun aşk qizning nomerini o'zingiz uchun oling. Ayyo, o'zi uchun so'rayapti operator. Nima qilmoqchisizlar? Band qilib bo'lmasa. so'mga nima band qilib? Yo'q. Interesante, zaten sütüleri alayım mı da to? Stile biraz diye. Kadro yapmışlar. Ha? Bunu ne kim tutaydı? Biz stadyonga yetib keldik. Stadionga ketyapmiz, yetib keldik. Ha. Biraz bereslar chiqib qolibdi videoga olish. Esimdan chiqqanda hozir olmagan bo'lardik. Yo'llarchi? O yoqqa borib qaytib keldi, yaxshi. Bu safar o'chirmayman aka. Shot. Taxminiy. Menga aka. Gollar Martin Buaki, Usmonali. qo'shningiz. Taxminiy shot aka. Gollar? Yana? Martin Buaki. Shurat aka. Taxminiy hisob. Gol. Qizig'i kim ursang yutsa bu. Endi taxmin. Dragan Cheran. Yaxshi. Yo'lga chiqdi kela. Bo'pti, qani? Ikkinchi taxmin. Ikkinchi taxminim ham 2-0. Hop. Martin Buaki bilan Usmon. Uchinchi taxminchi? Uchinchi taxminim ham 2-0. Usmon bilan Martin bo'yga. Men ham taxmin qilaman. 4-1 ga yutamiz. Gollar. Ashu o'rtaga uradi. Nasab bilan bilaman o'ynaydi. Ashu o'rtaga uradi.
Aziz Turg'unboyev, Buake Cheran. Yoki to'g'ri qaysi turi dubl qilib kimdir ura olmay qolishi mumkin. Xo'jani ham qo'shing. qo'y, Mamajon, Po'lat, Humoyun, Rahimjon demaysiz. Oldingizmi? Tabiiy ovozda. Bosing. Nima deb Keldi dingda. Jamoamiz Stadionga yetib keldi. mana ayni paytda jamoamiz maydonning maysalarini o'rganish uchun chiqdi. Voy bu. Azushka qilgan odam menman. Bu hammasi charchagan. Charchagan. Ish endi boshlayapti, u charchadingiz a? Uji charchadim. Yaxshi. Lekin qo'ydik. Ash olyapman. Olyapsizmi? Ha, Bo'ldi, gapiravering. gapiravering. Mana rasmni qo'yishyapti, qo'yish boshlayapti. Bekmurod aka rasmga olib tashladi, men hozir buni san'atga qo'yaman. Sardor aka, eski sobiq operatorimiz Hoji aka bilan birga o'tiribdi-ku. Nimadir qilishyapti. Shashi yeyishibdi. Shashi yeyishibdi. Siz ham yeb chiqdingiz-ku? Shashlik chiqdingizmi? Yeb chiqdik-dek. Osh bilan Men yeganim yo'q, yog' yedim men. Bitta butun shashida, shunday non olasizmi, oshida. Shunday solib turib yeb o'tirdik. Bo'lib bitta yedim, yarim tar. shashlik bor ekan. 1.25. Yog'lari. Bo'ldi. Limoy ketyapti. Soat 20:15 da o'yin. O'shan aka administrator. Yayindan ham hozir rasmga tushyapti, bunda gaplashmayapti. Bilmadim, rasmga tushmadi. Bir bilan olyapsizlar. Abdurahmonjon, bitta qarab qo'ying. Islom aka, kuyov bo'laman. Shu yerga kelinglar, turinglar. Yomon oldi lekin. Bitta yaxshi baho berib qo'yinglar. Rasmga tushib bersinlar bak. Bo'ldi, nomga qo'yarsan. 9-nafar Emilio Asociio. 10-nafar Dragan Gedan. Olyapman.
Nada alan o'tdingizmi? Ha? Sho'ymi? Ha? Charchamayapsizmi? Ha, o'zi. Yaxshi mana hozir Balandroq. Xudo xolasa o'yin yakunida xudo xolasa bir-birimizni g'alaba bilan tabriklash nasib qilsa xudo xolasa. Rahmat. Nima? Hozirgi epizodda bar ko'ryapti. Nima bo'ldimi? E'tibor bermay Voqea bilan to'qnashuv kurashdi vaziyatda hozir bar ko'ryapti. Bosh hakam bar bilan suhbatlashyapti. Mana uchrashuv o'z yakuniga yetdi. Hisob 1-0 bo'ldi. Jamoamizga ozgina omad yetishmadi deymiz. Sababi vaziyatlar bo'ldi. Faqat bundan omad yuz o'girdi biz. Oddiy qisqa qilib aytganda shu. O'zi Nasaf ham oddiyroq qilmasdi birinchidan. Avvalo chempionlikka talashayotgan jamoa undan keyin o'yin tomonlama ancha shakllangan jamoa hisoblanadi Nasaf. Shu xudo xolasa keyingi o'yinlarda jamoamizga omad tilagan holatda o'z blogimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar.